Mana bu yigitni kim taniydi? Taniydiganlar bo'lsa belgilab qo'yinglar, men tanimadim. Alloh azza va jalla rozi bo'lsin. Juda bir ajoyib narsani targ'ib qildi. Ya'ni bu bola aytayaptiki, bugun meni to'yim, uylanyapman. Ertalab uyqudan turdim, kiyindim, cho'mildim, sartaroshga bordim. Endi ayolimni ikkita do'stim bilan olgani ketyapman. Ayolimni oldim, oq fotiha bilan videoga olyapman. Mana ayolim endi o'zimni ota-onamni oq fotiha olgani ketyapmiz deb bir kunlik kam xarajat to'yi targ'ib qilyapti odamlarga. Ya'ni men aytmoqchimanki, bugun uylanadigan ukalar yoki o'g'il uylatayotgan akalar, qiz chiqarayotgan akalar nimaga biz shunaqa to'y qila olmasligimiz kerak? Nimaga katta xarajat qilib 500 ta odam siz chaqirib, 500 ta qudays chaqirib, 500 ta odamni kuyov chaqirib, sizni taniydigan, tanimaydigan va yana oshingiz yaxshi bo'lmaganini gapirib ketadigan odamlarga osh qilib berib, qolmishiga xotinlar latta-luttasi bilan 3 kunlab ula sarson bo'lib to'y qilishi nima keragi bor? Agar pulingiz bo'lsa, mayli qandaysiz urib qiling, lekin pulingiz bo'lmasa odamlarga ergashaman, hamma shunaqa to'y qilyapti deb odamlarga ergashib qiynalish, ya'ni o'zini o'zi odam qiynashi nima keragi bor? Yo'q, mana farzandimni baxt saodat ustida gap ketmayapti. Odamlarga qarab yurishim kerakmi? Odamlar gap so'zdan qo'rqaman deydigan ota-onalar bo'lsa, qo'pol qilib aytganda battar bo'ling. Yo'q, gap farzandimni baxt saodat ustida ketyapti. Men farzandimni baxtli bo'lishini xohlayman, qiynalishini xohlamayman deydigan ota-onalar bo'lsa, bu to'yga ajratgan pulingizni o'rtaga olib kelib qo'ysangiz, qudayingiz ham o'rtaga olib kelib qo'ysa, shu puldan o'zingizga mablag' ajratib, bir kun shu qarindosh urug'lardan tog'ajiyan, amma xola, ayollarni chaqirib, bir kun erkaklarni chaqirib, bir ziyofat berib, qolganini kuyovga berilsa, kuyov bir ishi bo'lmasa, bir ishga sarmoya kiritsa, yoki bir puli bo'lsa, puldoroq bola bo'lsa ham sayohat qilib, dunyo kezsa yaxshi-ku. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, xossatan bugungi kunda men bilamanki, shunaqa to'y qilaman deb turib, qarzga kirib hozirgacha qarzini uzolmayotgan yigitlar bor yoki shunaqa katta to'y qilaman deb sarmoyasini ishlatib qo'yib, ishsiz qolib ketgan yigitlar bor-da. Albatta bu mening fikrim. Sizdan fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.